Eshitaman. Biz bilan bir joyga borishing kerak. Mayli. Xo'p, bari qara, hozir seni Harrison Wells aytgandek kiyintirib qo'ydik. Agar gaplar rost bo'lsa, sen rostdan ham shunaqa tez yugursang, bu kostyum xalaqit bermashi kerak va yana qo'rqma, sen yugurganingda atrofing sekinlashadi va hech kim seni ko'rishga ham ulgurmaydi. Shuning uchun kiyimni zo'r qildim. Va yana Caitlin seni sog'lig'ingda yurak tezligini urishini qarab turadi. Janob Wells esa seni tezligingni o'lchab turadi. Va bo'ldi. Sen esa joyingga boraver. Sen nima qilasan? Men o'yinchoqlar yarataman. Bunaqa o'yinchoqlar? Masdan shlemingdagi mana bu narsa, chaqmoqni belgisi. Nimaga endi chaqmoq? Chunki axir seni chaqmoq urdi-ku. Bo'ldi, ko'p gapirmasang endi bor. Mayli. Lekin to'g'ri ekan, boru. Hech qilsa boraver. O'rganib ketsan. Bari. O, Bizda janob. senga ishon. Bu safar aniq chaqmoq chiqadi sen. Umid qilaman. Faqat to'g'riga yuguraymi? Faqat to'g'riga. Mayli. Seni yurak urishlaringni Caitlin o'lchab turibdi. Xo'p. Darhol bilib olamiz. Nimadir o'zgarsa senda. Xo'p. Qani? Baloqa Bari. Bari yugur. Oho. Rostdan ham tez lekin. Yurak urishi tezlashdi, yurak urishi tezlashdi. Lekin boshida chaqmoq mendan ko'k rang bo'lib chiqqandi. Hozir esa qizil. Hayronman. Tezligim o'zgardi. Ah! Oy, qo'lim. Bari, Janob Wells. senga nima bo'ldi? Yaxshi yugurayotganing. To'satdan Hech nima bo'lmadi desa ham bo'ladi, hammasi yaxshi, prosta. yo'q. Yaxshi yugurib turgan joyingda nimadir bo'ldi, nimadir o'zgarish bo'ldi senda. Xayol ketib qoldi-da. Atab yaxshi hammasi. Aynan nimaga ketdi xayol? Xullas men 6 yoshimda meni onamni o'ldirib ketishgan. Va onamni bir tez yuguradigan jismmi, odammi bilmayman o'sha o'ldirgan va men boya yugurayotganimda balkim onamni o'ldirgan odam ham men kabi tez yuguradigan odam bo'lgan bo'lsa-chi deb o'ylab qoldim. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Sen hozirda dunyoda bittasan. Sendan boshqa tez yuguruvchi odam yo'q. Chunki onang o'lganiga ancha yil bo'ldi. To'g'ri. Zarrachalar tezda portlaganiga 2 oy bo'ldi. To'g'ri. Mayli, bir nima bo'lib qolar. Unda men bora qolay. Mayli, Ishlarim bora bor qol. edi meni. Kiyimlarni tashlab ketaman. Bari, Oh, o'zingda nimadir o'zgarish sezdingmi? yo'q, nimaga? Aytmoqchi bo'lganim, sen juda ham tez tiklanding. Boya qo'lingni sindirib olganing aytganding. Hozir bo'lsa, Rostdan. senga bunaqa kuch faqatgina tezlik bermagan. Ya'ni Regeneratsiya. regeneratsiya bergan. Lekin sen tez tiklanmasan, juda tez, sen yuraging tezlashyapti. Bitta narsaga hayronman. Bu degani sen tez qaraysan deganim ekan deb o'ylayman. Juda qiziq savol bo'ldi, lekin balkim unaqa bo'lmasa kerak.
tekshiruv qilib ko'rish kerak senda. Caitlyn bilan Cisco Bo'pti, kelsin. mayli. Yana kela qol. Cisco keladi hozir. Hop. Hop, mayli. Kim bu? Hoy, buzma bu joylarda. Kostyum ajoyib ekan lekin. Sen kimsan yana? Yo'limdan qoch. Sen o'zing kimsan? Sen yo'limdan qoch. Nima edi bu? Bosib o'ldiraman. Bu yana nimasi? Men oldindan ko'ryapman buni. Qayga qochassan? Chiqib buyurun. Hep. Janob Wells, Nima bo'ldi? siz nima menga yolg'on gapirdingizmi shunda? Nima dedim? Siz menda qadar faqatgina bitta menman, boshqalar yo'q degandingiz. Ammo lekin men yana bittasini ko'rdim. U adashmasam Dipni bo'lishi kerak. Chunki u bir marta Mustangda o'g'rilik qilgan va unda ham super kuchlar bor. U o'zidan radio to'lqinlarni chiqardi va kattardi. Nimalar haqida gapiryapti bu janob Wells? Zarrachilar tezlatkichi portlaganda menimcha bitta senga zarar yetmagan. Ammo lekin siz bu xavf keltirmaydi degandingiz. Menda qasi faqat bittagina degandingiz. Sendaqa tez yuguradigan bitta. Ya'ni sendaqa qobiliyatlisi bitta. Lekin bu zarrachilar tezlagichi, bu ko'p super qahramonlar chiqar. Yo'q, bunaqa narsa super kuch chiqqanda bu nazariya-ku. Axir bular nazariya-ku. O'zing haqingda nima deya olasan unda? Menda ham tezlik bor. Lekin endi Lekin bu tezliging hali yaxshi yomonligini bilmaymiz. Qanday yo'lga ishlatishi va uni zararli tomoni bormi yo yaxshi tomoni bormi uni hech kim bilmaydi. Balki unda ham yomon tomoni bordir. Yo'q, men o'zim yaxshi bo'lsam, hech kim nima qila olmaydi, hatto kuchni o'zi ham. Xo'p, biz nimadir qilishimiz kerak, janob Wells. U shaharlarni yo'q qilib, vayron qilib beradi. Uni politsiya qiladi. Nimaga? Mana mendan foydalanaylik, kuchim bor-ku. Mayli, xo'p. Rahmat. Bor chop aloqada bo'lamiz. Mayli, xo'p. Rahmat. Sen yana kim bo'lding? Sen meni bilishing kerak. Boyga bo'lamisan? Albatta. Qalaysan? Yangi kiyim yaxshimi? Yoqdimi senga? Voy, qani tutib. Hozir qanchacha kuchliligini bilib olamiz. Qani meni tutib. O'zim bosib tashlayman. Hamma joy biz tashlayman. Bo'taman. Churu bordi-yu. Alki. Cisco, men buni kuchim yetmayapti bunga. Menga yordam kerak, menga sir uchun yordam kerak. Bo'lmasa bu turishim meni. Uy, Nahom yechib ketdi. Bosib o'ldiraman. Bu meni tushirib yuryapti. Cisco nima qilsam bo'ladi? Mari. Janob Wells? Seni gaplaringni o'yladim. Rostdan ham qahramon kerak bizga.
senga yordam bermoqchiman. Nima qilsam bo'ladi buni? Nima qilsam bo'ladi? Uni iloji boricha yugurishga majbur qil va kichikroq joyga olib kirishga harakat qil. Ya'ni u o'zining bo'yini o'ziga qarab moslashtira oladi. Kichikroq xonaga olib kirsang, Hoy, Devzoda, orqamdan ke. Shirga, ha? Ke. Keloqa. Buyurdim. Mari. Uni kichikroq joyga olib kirib, iloji boricha energiya to'yintir. Bo'ldi. Senga energiya kerakmidi? Mana. Mana senga energiya. To'xta. Oshib ketdi energiya. Yo'q. O'xshayapti, janob Wells, o'xshayapti. Nimadir bo'ldi bunga. O'ldirib qo'ymadikmi, janob Wells? Yo'q, hushidan ketdi. Uni hozir Starbucksga olib kel. Bo'ldi, xo'p. Mana ketdik. Mana sen ham qo'lga tushding. Buzg'unchi. Nimaga piyoda qobiliyatlarimni chekolmayapman? Endi buni nimaga aytasiz-ku? Xullas bu anti oynalar. Bu yerda hech nima ko'rsatilmaydi, hech nima ish bermaydi. Xuddi shunaqa. Endi boshqa seni zararing yetmaydi. Birinchi o'p seni o'ldiraman. Orzu bo'lib qolaversin senga bu. Seni yuzingni eslab qoldim. Faris Allen. U bilan boshda niqobsiz jang qilding va uni oldida ismingni aytding. Shu uchun u seni yuzingni va ismingni bilib oldi. To'g'ri. Lekin u bu yerdan qochib keta olmaydi, Bu to'g'ri? degani uni bu yoqdan qocha olmaydi, lekin bu yoqqa